namozgoh mahalla Sagrabank tarqasiga kirish ko'chasida mana. Mahalla normalniy bo'lgan, boshi gap so'z yo'q. Tasanno hammaga. Shu yerda endi ikkita, uchta tupi ko'chalar ham bor-da, shu desalaring. Shu ko'chalarga e'tiborsiz bo'lib qolgan tepadagi qo'sh tirnoq ichidagi mas'ullar deydimi, kim deydi ularni bilmadim. Mana bu ko'chani asfalt qilgan-u, mana. Keyin bu yoqqa yurganda biz o'zimizni sekin yomg'irli ko'chamiz bor-da, bitta bu. Bu ham Namozaydi ko'chasiga kiradi-da. Mana shunaqa yomg'ir yog'sa, suvlar to'planib qoladi. Ba'zi bir odamlar o'zlari qo'ldan kelishini eshikdan istashlab qolgan joylar rasvoyevalar bo'lyapti-da. Shunaqa bo'lyapti, shu desalaring. Mana xonadonlar bor. Bolalar o'ynaydi, turpoq ichida o'ynayapti-da.